Mikel Arteta juda ham ajoyib murabbiy. U doimo sxemalarni o'zgartiradi, tarkibda qanaqadir yangiliklar qiladi. Har mavsum sxema, taktika tomonlama yangiliklar qo'llayapti va qaysidir ma'noda o'zini ustozlarini ham mag'lub etayotganini ko'ryapmiz bu borada. Lekin Artetada yana bir qiziq jihat bor. Masalan, mana bu kadrlarni ko'ring. Mentally, we start to play the game now, okay? We are at Anfield. Let's go! Bu yerda Arteta o'yindan oldingi mashg'ulotlarga ovoz kuchaytirgichlar olib kelib, shogirdlarga Liverpoolning madhiyasini qo'yib bergan. Ya'ni bu bilan shogirdlarni Anfieldda bo'ladigan bosimga tayyorlagan. Keyinroq Arteta o'z mashg'ulotlariga professional kissavurlarni, ya'ni o'sha cho'ntak o'g'rilarini olib kelib, shogirdlari bilan amaliyot o'tkazgan, ya'ni shogirdlarni diqqatli bo'lishga chorlagan. Ana endi yana bir xabar chiqyaptiki, Arteta mashg'ulotlar jarayoniga Britaniya qirolligidagi eng tajribali uchuvchilarni taklif qilmoqchi ekan. Bilasiz, uchuvchilar faoliyati davomida juda ham muhim qarorlarni qabul qiladi va doimo bosim ostida ishlaydi. Artetaning rejasi bo'yicha ular Arsenal futbolchilariga kelib, bosim ostida to'g'ri fikrlash, tezkor qarorlar qabul qilishga o'rgatish, buning uchun nima qilish kerakligi haqidagi ko'rsatmalarni berishlarini so'rayotgan ekan. Bu juda ham qiziq. Arteta o'z ustida ishlashda umuman boshqa darajaga chiqib boryapti.